Mana ba'zan aka-ukalar, opa-singillar, amma-xolalar yoki o'sha ota-onalar bilan farzand o'rtasida ham shunaqa ahvol bo'ladi. Ma'lum bir sabab bilan o'zaro arazlashib qolishadi. Bu araz shu darajaga yetadiki, hatto bir-birlari bilan gaplashmay qo'yadi. Mana shunday holatda dinimiz bizga arazlashish uchun 3 kunga ruxsat bergan. O'zaro bir tushunmovchilik, bir tomondan xato o'tishi sababidan o'zaro arazlashib qolsa, mana shu arazga shariatimiz 3 kungacha ruxsat beradi. Ko'p bo'ladi. Albatta bu aloqani o'rtadan ko'tarib, o'zaro tushunmovchilikni ko'tarib, tezroq yarashib olsa, yana nur ustiga aloq. Ajrni, savobni kim oladi? Birinchi salom bergan oladi. Bilamiz, ba'zan adovatlashib qolganda bemor bilan ham haligini qilgan xatosi insonning qalbida qoladi, insonga. Darrov yarashib, avvalgidek oqoq-chapoq bo'lib ketishning iloji yo'q. Xo'p, mana shuni muolaja qilish yo'li nima? Avval salomdan boshlanadi. Assalomu alaykum. Kim salomni aytsa, savobni o'sha oladi. Va shu tariqa asta-sekin demak muomala qilinadi. Bu o'rtadagi yomon shukur ko'tariladi. O'zaro muomala salom bilan demak arazlar ko'tariladi. Mana shuni bilib olishimiz kerakki, ko'rishganda, uchrashganda salomlashmasdan bir-biriga yuz o'girib ketishlik bu insonni qattiq gunohkor bo'lishiga sabab bo'ladi. Hattoki ba'zi ulamolarimiz aytadilarki, kishi bir musulmon birodari bilan gaplashmay qo'ysa, 3 kundan ortiq gaplashmaslikni boshladimi, gunoh yozish boshlanadi. Hattoki agar bir yil gaplashmasa o'sha musulmon birodar bilan gunoh shunchalik ko'p bo'ladiki, bitta odam o'ldirganchalik gunohga qoladi inson. Odam o'ldirgan odam qanday gunohkor bo'ladi? Bir yil gaplashmasa shuncha gunoh to'planadi. Demak, mana shunday ahvolga tushgan insonlar tezlik bilan salomni joriy qilishlari kerak. Avvalga salom aytib, salomga javob qaytarib, ko'rishganda salom berilsa bo'ldi, yarashilgan hisoblanadi. O'rtadagi boyagi rohimlik ham ko'tariladi va endi gunoh yozilmaydi.